O'zbekiston milliy terma jamoasi 8-iyun kuni Jahon chempionati oldidan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvini Niderlandiyaga qarshi o'tkazadi. O'yin Nyu-York shahrida joylashgan Icon stadionida mahalliy vaqt bilan 14:45 da, Toshkent vaqti bilan esa 23:45 da start oladi. Tashkiliy qo'mitaning talabiga muvofiq uchrashuv muxlislarsiz o'tkaziladi, biroq o'zbekistonlik ishqibozlar o'yinni Zo'r TV va Futbol TV telekanali orqali tomosha qilishlari mumkin. O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoasi rasmiylari va tashkiliy qo'mita ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ertangi bahsga doir bir qator masalalar, xususan o'rtoqlik o'yini reglamenti, xavfsizlik, translyatsiya, media va tibbiy yo'nalishdagi masalalar yuzasidan fikr almashildi. Bundan tashqari UFA vakillari terma jamoamizning kiyim almashtirish va tiklanish xonasini ko'zdan kechirishdi. Ertangi uchrashuvda futbolchilarimiz to'liq ko'k libosda, darvozabonimiz esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum bo'ldi.